Sveji o'rilgani, Ha. maydalangan makkay bo'ladi. Ha. Maydalangan makkay poya. Bu sils emas. Sils bo'lishi uchun 35 kundan 40 kungacha o'rib ko'milgandan keyin uning ichida o'zidan ajratadigan kislotalar bor. Ha. Молочный kislota, saharniy kislota yana bu narsalar. O'sha narsalar brajeni bo'lib, u 35-40 kundan keyin tayyor bo'ladi. Ana keyin sils bo'ladi. Sizga boya tushuntirdim-ku. Menga tuzlangan karam ber desa, shuni karamni maydalab berib yuborsangiz, u tuzlangan karam bo'lmaydi, u maydalangan karam bo'ladi. Ha, gap yo'q. Sils yemagan qo'yga sils birdaniga bergan paytda kam miqdordan berishni boshlash kerak. Va somon bilan aralashtirish shart. Shart. Bedani qo'shsa yana ham zo'r bo'ladi. Bundan ham zo'r bo'ladi. Beda qo'shilsa zo'r bo'ladi. Men tavsiya beramanki, sils berdingmi, somon bilan ber. Aralashtirmasdan berma. To'ppa-to'g'ri. Men misol uchun deylik, bir xil payti bo'ladiki, maydalangan somon tugab qolgan bo'lsa, sils bermalaring deyman. Maydala, keyin ber. Yo, kechqurunga ulgurmaysa, unda berma deyman. Ertaga yeydi ovqatdan deyman. Bir kun ovqat yemasa hech narsa qilmaydi. Nabarat oshqozoni bitta yangilab oladi. Hech narsa qilmaydi. U nima deydi? Bunaqa holatda turgan qo'ylar bir marta ovqat yemay qolsa-chi, nimasi yo'q. Unaqa holatlar bo'lib turadi bizda. U bo'lib turganda ham nimaga? Faqat o'sha somonni hisoblab. Somonsiz bermayman men.